Ko'pchilik qiziqayotgan ejavika haqida bugun chotki video bo'ladi. Tirsida uzib turib olib kelingan mevani ko'rsatdim. Holatini qarang aka, mevani olganini. Daraxtimiz xudo xolasa 5-yoshida mevani o'ta quyib olar ekan. Juda ham serhosil. Mazasiga keladigan bo'lsak, olmani ta'mi keldi. Menga yoqdi to'g'risi. Mazasi zo'r, yirikligi zo'r. Bitta yeb ko'rsatib beraman, bismillah. Pishganda zo'r, o'ta ham jicha nordon ta'm bor lekin. Ko'chatlari bor albatta, zakas qilsanglar bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan daraxtlar hozir bir tutda menimcha meva olgan, kamida 10 kilo. Qulpinoydan o'lsa-o'ligi ortiq. Mana. Buni qarang. Mevani qarang, mana shular mana. O'ta yirikda hozir. Bu Xitoyga ham yetib boradi bemalol. 1 gradusda olib ketsanglar, bu joyga yetib boradi. Pishgan sari nordonlik ta'mini yo'qotadi. Videoga like bosib, ko'chatni like qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga albatta shu videoni dirsilab jo'natib qo'yinglar. Men olaganingizda